Hi everyone, let's begin our lesson. Assalomu alaykum. Keling, bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan past continuous, ya'ni o'tgan davomli zamon haqida gaplashamiz. O'tgan davomli zamon o'tgan zamonda aniq bir vaqtda sodir bo'lgan ish harakatlarini aytish uchun ishlatiladi. Masalan, kecha soat 7 da nima qilayotganding savoliga biz past continuous, ya'ni o'tgan davomli zamondan foydalangan holatda javob berishimiz kerak bo'ladi. Masalan, men kecha soat 7 da dars qilayotgan edim. Keling endi mana shu holatlarni strukturalar orqali o'rganib olamiz va gaplar hosil qilamiz. Pozitiv darak gap hisoblanadi va agar siz past continuous o'tgan davomli zamonda darak gap hosil qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagicha hosil qilasiz. Birinchi bo'lib subject plus was were plus verb ing ko'rinishda bo'ladi. Biz o'tgan darsimizda was were yordamchi fe'llari haqida gaplashganmiz, ya'ni to be fe'lining o'tgan zamondagi yordamchilari bo'lgan was were bizga o'tgan davomli zamonni hosil qilishda yordam beradi. Was were qaysi shaxslar bilan ishlatilishini avvalgi darsimizdan o'rganib olgansiz degan umiddaman. Keling yana bir takrorlab olamiz. Ya'ni biz was yordamchi fe'lini birlik shakllar I, he, she, it bilan ishlatamiz. Ya'ni I, he, she, it was playing ko'rinishida past continuous hosil qilinadi. Were yordamchi fe'lini esa biz ko'plikdagi shakllar, ya'ni we, you, they bilan ishlatamiz. Gap hosil qilayotganimizda we, you, they were playing shaklida bo'ladi. Keling endi gapga e'tibor qaratamiz. I was watching TV at 8 o'clock yesterday. Men kecha soat 8 da televizor ko'rayotgan edim. Was watching orqali biz o'tgan zamonda aniq bir vaqtda sodir bo'layotgan ish harakatni ifodaladik. Negativ, agar siz inkor gap hosil qilmoqchi bo'lsangiz, not yordamchisidan foydalanib hosil qilasiz. Notning gapda ishlatilish o'rniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, biz was were yordamchi fe'ldan keyin notni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Struktura esa quyidagicha: subject plus was were plus not plus verb ing shaklida bo'ladi. E'tibor bering, siz fe'lni ing qo'shilgan shaklda ishlatishingiz kerak bo'ladi. Va avvalgi darslarimizda aytib o'tganimizdek, bu strukturani ham long form, ya'ni uzun shaklda or short form, ya'ni qisqa shaklda ishlatishingiz mumkin. I, he, she, it was not listening yoki uni shunchaki qisqartirib wasn't deyishingiz ham mumkin. We, you, they were not speaking. Siz uni qisqartirib weren't ko'rinishda ham ishlatishingiz to'g'ri bo'ladi. Berilgan gapga e'tibor qaratadigan bo'lsak, it was not or wasn't raining when you came. Siz kelganingizda yomg'ir yog'mayotgan edi. E'tibor bering, siz was not ko'rinishda yoki shunchaki wasn't ko'rinishda ham ishlatsangiz bo'laveradi. Questions. Agar siz biror bir insondan o'tgan zamonda aniq bir vaqtda nima qilayotganligini so'ramoqchi bo'lsangiz, ana shu strukturadan foydalanasiz. Ya'ni birinchi bo'lib was were yordamchi fe'li, undan keyin esa subject va verb plus ing ko'rinishda ishlatsangiz, bu so'roq gap hisoblanadi. Masalan, was he sleeping at 7 o'clock? U soat 7 da uxlayotganmidi? Yoki what were you doing last night? O'tgan tun nima qilayotgan eding? Mana past continuousda 3 xil holatda, ya'ni darak, so'roq va inkor holatlarda gaplarni hosil qilishni o'rganib oldik. Keling endi bu strukturalardan qaysi paytlarda foydalanishni ko'rib chiqamiz. Birinchi holat: actions happening at a moment in the past. Ish harakat o'tgan zamonda aniq bir vaqtda sodir bo'layotganligini ifodalash uchun past continuousdan foydalanamiz. Masalan, at 9 o'clock last night I was watching TV. O'tgan tun soat 9 da men televizor ko'rayotgan edim. Ikkinchi holat: two actions in the progress at the same time. Agar o'tgan zamonda ikkita ish harakat birgalikda sodir bo'lganligini ifodalamoqchi bo'lsak ham past continuous strukturasidan foydalanamiz va ikkita gap ham past continuous strukturalarida ifodalanadi. Masalan, I was reading a book while my mother was cooking dinner. Onam kechki ovqat pishirayotganlarida men kitob o'qiyotgan edim. E'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, ikkita ish harakat birgalikda sodir bo'lgan. Va so'nggi holat background information in a story. Agar siz biror bir hikoya aytib bermoqchi bo'lsangiz va hikoyadagi orqa fonni tasvirlamoqchi bo'lsangiz, past continuousdan foydalanib
ifodalaysiz. Masalan, it was raining so she decided to go to the cinema. Yomg'ir yog'ayotgan edi. Shuning uchun ham u kinoteatrga borishga qaror qabul qildi. Bu yerda yomg'ir yog'ayotganligi orqa fon bo'lganligi uchun ham past continuousda ifodalandi. Time expressions vaqt bildiruvchi so'zlar hisoblanadi va biz past continuousda gap hosil qilayotganimizda vaqt bildiruvchi so'zlardan ham foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, at that moment, aynan o'sha paytda. At 1 or 2 o'clock, soat 1 yoki 2 da. While davomida. Masalan, while I was listening to music, the phone rang. Men musiqa tinglayotganimda telefon jiringlab qoldi. Past continuous mavzusiga doir bo'lgan 7-darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.